Omil aka, ishdagi eng muhim prinsiplaringiz. Ishdagi eng muhim prinsip. Birinchi o'rinda klientni rozi qilish xohlayman behazil. Keyin aytilgan vaqtda aytilgan joyda bo'lish xohlayman. O'zim qo'y so'ygan paytimda, bitta o'zim qo'y so'ygan paytimda klientlar aytgan vaqtda aytgan joyda bo'lganman har doim. Lekin ob'yem kattalashgan sari 5-10 minut, yarim soat, 20 minutlik razlika qilib ketadi, to'g'ri tushunasizlar. Ob'yem kattalashgan sari bolalar yo'lni masofasini ham ololmay qoladi. Men yo'llarni masofasini olib, uxlashim, turishim, choy ichishim, so'yishim, klient uydan qanchada chiqib ketishim, klient bilan 6 necha minut gaplashishim, hammasini hisoblab, keyingi zakaz vaqtini olardim. Pashti zakazga 99% zakazga umuman kech qolmasdan borganman. Javob, men bu gapimga javob. Umuman zakazdan olgan zakazimdan o'zim borardim. Umuman kech qolmasdim, xohlamasdim. Lekin klientlarni 4 soatlab kutganman. Bitta klientni 4 soatlab kutganman. Qarindoshimni okalari bo'lgani uchun kutganman. O'shani qo'y so'yishga o'zi yarim soat vaqtim ketadi, lekin qo'y bilan 4 soat o'tirganman. Qo'ydan 500 ming foyda, qo'ydan o'shaning 300 ming foyda qolardi. 100 mingmi, 150 ming yeb qo'yganman o'sha yerda. Qornim ochgan. Shogirdim bilan birga 100 ming, 150 ming yeb qo'yganman. Vaqtda iloji boricha vaqtda yutqizish kerak emas. Yutqizish kerak emas. Aytgan vaqtga borgan ma'qul. Har doim.